Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana biz Nazarbek sanatoriyasiga lichinaga kelganman dugonalarim bilan. Sanatoriya juda ham yoqdi. Sanatoriyamizni havosi bilan, archazorli bilan, suvli lichinasi bilan, asosan bu yerda lichevniy anaqamiz mineralniy suv ekan. Suvlarda basseynlar, dushlar, vannalar bor ekan. Agar ularga tusha olmaydigan insonlar uchun ana shu yerda havosini o'zi, suvini o'zi juda chiroyli qilib berar ekan. Mineralniy suv har bir organizmga kerak bo'lgan anaqa ekan, lichevniy ekan. Shuni o'zi ichaklarimizni tozalab, asablarni joyiga qo'yib, juda chiroyli lichina qilib berar ekan. Agar siz lichinalarni olishga imkoningiz bo'lmasa, bu yerda bonuslar bor ekan. Kelib havosidan, suvdan ichib ham lichina qilib ketsangiz bo'lar ekan. Keyin aksiyalar bor ekan, 9 kunga to'lov qilarkansiz, bir kuni bonus qilib qo'shilib berar ekan. 12+ ham bor ekan. 10 kun lichina olsangiz, 2 kunini bonus qilib berar ekan. Juda ham zo'r. Menga juda ham yoqdi. Sanatoriyamizni xodimlariga tashakkurlarim, oshxona xodimlariga, shug'ullanadigan nimalarga hammasini muomalasini o'zi bizni lichina qilib qo'yyapti. Hammasiga ming rahmat. Juda chiroyli massajlari bor ekan, igna terapiyalari bor ekan. 9+dan olsangiz, igna muolajalari sizga bonus qilib qo'shilib berilar ekan. Kelib sanatoriyada davolanib ketishlaringizni maslahat qilaman. Rahmat.